Assalomu alaykum. Barakal dasturxon kanaliga xush kelibsiz. Azizlarim, sizlar bilan yana uchrashib turganimdan juda ham xursandman. Bugun sizlar bilan birgalikda bolajonlarimiz sevib iste'mol qiladigan mevali keks pishiramiz. Hozir ayni tut, klubna, gilasni pishgan payti, shuning uchun uchalovidan xamirga solib keks pishirdim. Avvalo idishimizga sut, shakar, tuxumni solib aralashtirib olamiz. Uni ketidan esa sariyog'ni solib yaxshilab aralashtirib olamiz. Unimizga esa razrexitini solib aralashtirib qo'yganman. Ana endi razrexit bilan aralashtirgan unni oz-ozdan solib juda mayin xamir holatiga kelguncha aralashtirib olamiz. Azizlar, agar siz kanalimizda birinchi bo'lsangizlar, podpisatsiya va qo'ng'iroqchani bosishni unutmang. Roliklarimiz yanada ko'proq aylanishi uchun esa like tugmachasini bosishingiz o'zi kifoya qiladi. Mana xamirimiz mayin holatga keldi. Endi tutimizni solamiz. Gilosni ham anagidan ajratib to'g'rab qo'yganman, qulupnani ham to'g'rab qo'yganman. Endi hammasini yaxshilab aralashtirib olamiz. Gaz pechimizni avvaldan qizdirib qo'yganman. Mana endi xamirimizni tayyor qoliplarga quyib chiqamiz. Undan keyin esa 180-190 gradus qizib turgan gaz pechida 20-25 daqiqa pishirib olamiz. Mana mevali kekslarimiz ham tayyor bo'ldi. Siz ham albatta pishirib ko'ring. Men esa sizlarga sog'lik, salomatlik tilab yana uchrashguncha deb qolaman.